Katta sizlarni bugun o'zim bilan qishlog'imga olib ketaman qizlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, sizlar bilan birgalikda yetredi vizme qilib oluvdik. Shunaqa qilib kiyim oldim asalchi bo'lib. Keyin bo'lsa shunaqa katta sumka oldim. Nimaga katta sumka oldim? Chunki men 3 kunga ketyapman. Bu yerda narsalarim, kiyimlarim hammasi bor. O'shaning uchun shunaqa katta sumka ko'tarib olganman. Keyin bo'lsa onam ishxonalariga birinchi borishim kerak, chunki ular meni shahargacha borib tashlaydilar. Keyin yog'iga o'zim ketaman. Shunaqa qilib o'zi hech bir o'zim bormas edim. Prosta bu safar men bilan sherik yo'q edi. Ukam o'zi shundoq ham u qishloqda, o'shaning uchun ham u ham yo'q, o'zim ketishim kerak. Shunaqa qilib quyoshda kuyib ishxonaga ham yetib oldim. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mashinaga o'tirib ozgincha o'zimga kelib oldim. Qizib ketdim o'zi ham. Sizlar ham ko'rgan narsani ko'rdinglarmi? Ketdi. Haydab ketib bormoqchi edim o'zim desam ishonmaydi, chunki men haydashni bilmayman. Bilaman, baribir ham o'zim qila olmayman. Shuning uchun ham sekin o'taltirib ko'rdim birinchi, keyin ozgina kutdim, qarasam chiqishmayapti. Keyin haydab ketib bormoqchi edim. O'sha egalari ham kelib qoldi mashinani. Keyin sekin tushib joy bo'shatib berdik. Shunaqa qilib onajonimga bizlarni olib borib tashladilar shahargacha. Yog'ini prosta tomosha qilaylik bo'ldi. Shunaqa qilib keyin men mashina kutdim ozgincha. Undan keyin mashinaga ham o'tirib ketib oldim. Shu joyda menga podpiska bosib qo'yishni unutmanglar, chunki meni 90% dan oshiq odam haligacha podpiska bo'lmasdan kuzatar ekan. Va hozir siz podpiska bosib qo'ying, hozir. Shunaqa qilib keyin qishlog'imga ham yo'l oldim. O'zi Olmaliqdan Nurafshongacha bo'lgan yo'lni men videoga olmadim, chunki orqamda odamlar bor edi. Umuman video olishga ham noqulay o'tiruvdim, o'shaning uchun videoga olmadim. Yog'iga bo'lsa Nurafshondan Kuchlik mahallasigacha bo'lgan paytda shunaqa yomg'ir quyib yog'di, o'zi ham chaqmoq chaqdi. O'sha yerda hozirlik ovozini ham qo'yib beraman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, даже yo'llar ko'rinmayapti qizlar. Shunaqa qilib biz ham kelib oldik. Havo ham ochilib qoldi ancha, biz kelgunimizgacha. O'zi ajoyib bo'ldi-da qizlar. Men tushishimga yomg'ir to'xtadi hamma joyda. O'zi bu yoqda yog'mayapti ekan uncha. Bu atmosferani sizlar ko'rsanglar ham qizlar tasavvur qila olmaysizlar qanchalik chiroyli edi. Ham yomg'ir yog'yapti, ham quyosh chiqyapti. Shunaqa xullas men yetib keldim, bu yoqda o'zimcha turdim. Keyin bo'lsa uyga kirib sirazi kiyimlarimni almashtirib oldim. Ozginacha sochim xul bo'lgan, necha qizlar. Men shunaqa qilib yetib kelib oldim. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimga podpiska bosib qo'yishni ham unutmanglar. Vau qizlar, prosta qaranglar, men bu qanaqa chiroyli. Shunaqa qilib videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Qishloqdan vlog ko'rishni xohlasanglar, kommentariyaga mana shu stikerni qoldiringlar. Men bo'lsam shunaqa qilib ovqatimni yeb oldim va ozgincha videomni montaj qilib tashqarida o'tirdim qizim. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga papa.